Qutlug' ayyomning fayzi va tarovati bugun yurtimizning har bir go'shasida, har bir xonadonda ko'ngillarga cheksiz quvonch baxsh etdi. Saxovat, oqibat va shukronalik bayrami bo'lgan Qurbon hayiti tog'lar og'ushidagi So'lim So'x tumanida ham o'zgacha shukuh, yuksak ko'tarinkilik bilan kutib olindi. So'xlik vatandoshlarimizning tilida ham, dilida ham bugun faqat bir so'z shukronalik mujassam. Omonlik va tinchlikning qadrini teran anglagan tuman ahli tong sahardan masjidlar sari talpinishdi. Qullar duoga ochilib, ko'ngillar yaratganga labbay aytgan ushbu g'animat lahzalarida yurtimiz tinchligi, el farovonligi va dasturxonlarimiz to'kinligi so'rab eng ezgu tilaklar bildirildi. Zero keyingi yillarda yangi O'zbekistonda milliy va diniy qadriyatlarimizni tiklash, ularni asrab-avaylash, shuningdek ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlab, bemorlar holidan xabar olish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangani ushbu ulug' ayyom arafasida yana bir bor o'z tasdig'ini topdi. Mana bugun Qurbon hayitini kutib oldik. Va bu yerda mana shu Tojmahal masjidida Farg'ona viloyati So'x tumani Hushyor qishlog'idagi masjidda mana shu Qurbon hayit namozini o'qidik. Prezidentimiz aynan mana shu Qurbon hayitini kutib olish va uni bayram qilishda juda ham yaxshi qaror qabul qilishgan. Qolaversa yana ko'p imtiyozlar ham berishdi. Ehtiyoji bor oilalarga, ularni haligi sog'lig'ini barqarorlashtirishda juda ham katta imtiyozlar berildi. Buning uchun biz prezidentimizga rahmatlar aytamiz. Chunki bunday imtiyozlar menimcha hech qaysi mamlakatda berilmayapti. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, mamlakatimizda ijtimoiy va xalqchil davlat barpo etish, uning ma'naviy poydevorini mustahkamlashda muqaddas islom dini, uning ezgu g'oyalari beqiyos ahamiyatga ega. Bugun So'x tumanidagi 10 ta jome masjidida birdamlik va yuqori kayfiyatda hayit namozi ado etildi. Bayram fayzi faqat markazda emas, balki tumanning eng chekka va olis qishloqlarigacha kirib bordi.